Hurmatli obunachilar, mexanizatordan 6 sotidan ziyodroq bo'lgan sholim sotiladi. Shu metandan keyingi ko'cha, beton ko'cha deb aytishadi. Uyimiz fasadi. Ko'chaga agorotgan joy bor ekan, hovuz qoldirilgan. 6 tonnali darvozalar yaxshisidan qo'yilgan. Kirishimiz bilan darvozxonamiz katta qilib tashlangan ekan, qurilish davom etayotgan ekan. Akamizga pul zararli uchun sotilyapti. Xo'p, endi uyimizning asosiy qismini ko'ramiz, xonalarimizni ko'rib o'tamiz. Bu yerda ikkita xonamiz bor ekan. Bittasi o'yinlarimiz borligi uchun tushirmadik. Remontlari ham qilingan ekan, polni. Xo'p, keyingi xonalarimiz bu tarafga joylashgan. Xonalarni ko'rib o'tamiz. Ishimiz bilan kattagon holimiz. Bu tarafni derazani olib qo'ysanglar, xona sifatida bo'ladi bu ham. Bitta xonamiz. Ham remontlar bo'lgan. Ikkinchi xonamiz. Hovlimiz tapchalar qo'yib ketilgan. Bu tarafdan oshxona, kladovka, hammom, hojatxona qilingan. Hovlimiz 6 sotidan ziyodroq ekan. 5 ta xonadan iborat. Suv, gaz, svetlar bu tarafga muammo emas. Narxiga kelayotgan bo'lsa, start ve $90,000 so'ralyapti. Sunnatga yana o'tib beramiz. U joy mosh hammasi hisoblab olamiz. Real olayotganlar aniq beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilib ko'ringlar.